Gena bilan Cheburashka uylariga kelishdi va Gena Cheburashkaga qarab, "Men juda charchadim. Men cho'milishim kerak, tayyorlab ketdim. O'shaning uchun sen o'rta televizor ko'rib o'tir yoki nimadirlar qilib tur, lekin ani sog'iga tegmagan. Buni birga chakamiz, tushundingmi? Iltimos, faqat chakib qo'ymagan. Nimadirlar qilib tur bo'ldi, tushundingmi? Iltimos tegma faqat." Bo'ldi, Gena menga ishonsang bo'ladi. Bemalol cho'mib chiqaver, hamma bemalol. Va Gena cho'milishga kirib ketdi. Cheburashka keyin televizor yoqdi, xabarlar ko'rdi, hayvonlar ko'rdi va zerikib ketdi. Nima qilishni bilmadi. Hozir bitta chaksam, u bilmaydi. Bitta, ikkita, uchta pizdes qolmadi. Endi nima qilaman? Endi meni Gena o'ldiradi. Voy bilat. Nima qilsam bo'ladi? Ko'zim ham qizargan. Bitta biladi, Gena biladi. Va birdan vanidan Gena ovoz chiqdi. Sochiq olib ber. Sochiq dedimi? Sochiq. U menimcha shkafda bo'lsa kerak. O'rnimdan turaman, shkaf oldiga boraman, shkafni ochaman, sochiq olaman va Genaga borib beraman. Sochiq olib kelganimdan keyin Gena dinga borib, Gena demadi, Genabek, Genoy, bilan ismi nima edi uni? Bilat, miyam. Gena, bo'ldi, esladim. Xo'sh, men hozir senga Gena sochig'ini olib kelib beraman. Bilash uzun bo'lib ketdi-yu. Gena sochig'ini olib kelib berdim. Cheburashka olib keldingmi sochig'i? Hozir 1 minut xonasiga kiraman. Naxi keldim o'zi bu yerga? Gena sochig'i uchun keldim. Gena sochig'ini borib oldim va hozir Genaga borib beraman. Gena, men seni oppoq sochig'ingni olib kelib berdim. Oppoqqa qo'tabama. Oddiroq bo'lish kerakligini sezib qoladi. Gena, men seni sochig'ingni olib kelib berdim. Olib kelib berdimmi? Ziban hali berganim yo'q. Gena, men seni sochig'ingni olib keldim. Yo'q, uzun bo'lib ketdi. Oddiroq bo'lish kerak. Gena, men sochig'ing. Yo'q, bu ham bo'lmaydi. Gena, men sochiq. Yo'q. Oddiy, qisqa bo'lish kerak. Gena, men naxuy sochig'ing. Naxuy meni so'qaman. Oddiy gapirishim kerak-ku. Gena, men. Gena, ma. Voy, vanamda krokodil.